Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Sizlar uchun bizada холодный kopchonniy ikki xil okean balig'ini olib kelganmiz. Birinchisi kopchonniy mo'yva balig'imiz, ko'ryapsizlar. Umuman ustida tanga bo'lmaydi, o'zi asli tabiiy. Keyin shundoq mazasini olib yeyverasizlar. Buni hozir yeb ko'ramiz. Lasos burushkamiz, lasos burushkani mazasi chempion bo'ladi. Beshakkan aka bozoriga kelsanglar, shunaqa go'shtli bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Narxi ham, sifati ham zo'r. Omega 3 ga juda boy mahsulot. Lasos yog'ini kimdir dori aptekalardan olib ichib yuribsizlar Omega 3. Xo'p, bunga bizga kerak bo'ladi обязательно Borodinskiy qora nonimiz. Bitta tartar sousimiz. Shuni kalasidan ajratib olsanglar bo'ldi. Go'shtini o'zi qoladi, tozalar. Ko'ryapsizlar? Shunaqa zo'r pishgan. Go'shtini o'zi shu delikatesimiz tayyor bo'ldi. Yaqinroq ko'rsatamiz. Bitta masasini ko'ramiz. Qani bismillah. Shoninglar mazasi bor, super. Beshakkan aka bozor 36-do'kon. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Bu tur biroz zo'r bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.